Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringiz fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 19-may 2026-yil ekan. Biz Jalolquduq tuman Janubiy Olamshiqqa keldik. Bizdan Fahriddin yarim kvadrat chuvalchang olganida birar oy oldin. Hozir bu tashagan joylarni ko'ryapmiz. Mana bu yerga tashagan ekan. Juda zo'r joy qilibdi, chiroyli qilib, shularga bular terib. Qarang, qani uni chuvalchanglarni, anchalik ko'payib ketdi. Chiroyliligini qarang bularni. Yana hali bar tuxumlashga kelib qopti. Qarang. Ha, tuxumlashga kelib qoldi. Tuxumlashga kelib qopti, qarang. Ana qarang, mana ularni qarang. Shular. Hammasi tuxum bor ekan, qarang mana ularda. Ko'ryapsizmi? Ekran telefon. Juda zo'r. Namliklari ham juda zo'r ekan, zo'r bahayapsiz ekan. Endi mana joylaringiz bor ekan, mayillarni kengaytirib olsangiz, Fahriddin. Juda zo'r biyagimiz 5-6 tonna chiqarib olasiz mana. Mana shuni kengaytirasiz, ana go'nglar bor ekan, mana mol bor ekan, xudo xolasa. Mayli, ishlarga omad, Fahriddin. Biz mana Shahrixonga, Bo'ston mahallaga keldik. Bugun 28-iyul ekan. Xursandbek bizdan rosa 1 yil oldin 25-iyulda 1,5 kvadrat chuvalchang olgan ekan. Olovdi bir natijalarni ko'rgani keldik. Haqiqatda Xursandbek nihoyatda zo'r qarayotgan chuvalchanglarga mayer pashti 90% yeb bo'pti, biyagimiz tayyor bo'pti. Qarang, chiroyliligini qarang bu biyagimizlarni. Bu birinchi olib kelgan joy ekanda Xursandbekda. Masha. Birinchi olib kelgan joy ekan. Mana bu buni bu yerda ham nihoyatda chiroyli qilsa Xursandbek. Nihoyatda zo'r. Mana tayyor biyagimiz ekan mana. Yoniga ikkinchi tashalgani, mana yoniga go'ng solib qo'yibdi, chuvalchanglar go'ngga o'tyapti ekan bu yerda. Nihoyatda boplabsiz, mana Xursandbek chiroyli nihoyatda. Bu yer mana bitta joyi, bu yerda pashti 100%, 90% biyagimiz bor. 3-joy ekan. Chuvalchanglarni qarang. Haqiqatdan nihoyat zo'r qarayapsiz ekanda. Haqiqatda chiroyliligini qarang. Katta chiroyli, nihoyat ama. Nihoyatda zo'r ekan. Bu 4-inchisi ekan bu joyiz-a. 1, 2, 3, 4-inchisi. Bu yerda ham nihoyatda zo'r. Bu yerda ham ko'rib qo'ying, bu yerda ham 90%. Sizniki qandaydir zo'r ishlar boryapti. Shillarni qarang, ana qarang. Zo'r ishlar boryapti haqiqatda. Ham katta sizni chuvalchanglaringiz, biznikilar sal maydalashib qo'yganga o'xshaydi. Chiroyli, nihoyatda zo'r qarayapsiz-a. Ko'ring, ana ancha chiqib qolar ekan kuzga 10 tonna biyagimiz chiqarsiz bo'lar ekan-da. Endi chiroyliligini qarang. Ashitdan bitta qarang. Ishlashdi qarang bular va jonivorlarni qarang-a. Juda nihoyatda zo'r. Mayerda ham bor ekan. Qarang, biyagimizning natijasini qarang. Mana mayerda ham bor ekan. Chiroyliligini qarang bularni. Boplabsan. Ana Moshan biyagimizga kelgan. Moshan biyagimizga kelganmi? Mana bu yerda mosh ekibdi biyagimizga. Mol olgan, bari solinganda qarang, makkalarni qarang chiroyliligini, ha. Bularga ham solingan-da bari, to'g'rimi? Ozgina tushganda endi qarang. Tushgan bu pomidorlaringizni qarang. Boplabsan, pomidorlarni qarang. Qoyil. Bu balon qo'yib biyagimizga qilingan ekan-da bu.
Mana uni qarang. Buyagimiz bilan buyagimiz solingan, buyagimizga ekilgan pomidorni qarang, buyagimizga ekilmaganini qarang. Haqiqatda nihoyatda zo'r ekan-a. Buni qarang. Oho. Oddiy yerga bir paqir buyagimiz solib balonga ekkaningizni qarang. Mana qalampirlaringizni qarang. Quyib qo'yibdi, quyib, ha? Chiroyliligini qarang. Chiroyliligini qarang. Haqiqatda. Bu yerda ham bor ekan, qarang, bu yerda ham bor ekan bir dona. Oqib yotib pomidorlar. Qoyil. Buni qarang. Nihoyatda zo'r. Boplabdi ama. Xursandbek. Mana uni qarang, buyagimizga ekilmagan, oddiy yerga ekilgan pomidor. Bitta ko'chat. Ashim bilan buni ko'ring, ko'chat. Qurib yotibdi mana. Hammaydi qarang. Hammaydi qarang. Buni hammaydi qarang. Buyagimizga ekilmagan. Mana. Buyagimizning kuchi, holati mana ko'rsatsa bo'laveradi mana. Tajriba ekanda bu. Buyagimizdan foydasi bormi degan odamlarga, nima foydasi bor deganlarga kitob ekanda bu mana. Ko'rsatib. Qurib yotibdi mana. Yana bir qator ko'rsatib qo'y. Mana uni ko'rsatib qo'y. Yana bir qator ko'rsatib qo'y. Mana qarang, bir qator. Balonni qo'yibdi mana. Tanima. Qalampirlarni. Haqiqatda chiroyli nihoyatda. Mana pomidorlar o'zi 1,5 metr balandlikda bo'pti. Quyib qo'yibdi, quyib. 1,5 metr mana men bilan bo'yi teng turibdi. Buni qarang, quyib qo'yibdi, quyib. Voy. Mana buyagimiz foydasi. Mana buyagimiz foydasi.